Assalomu alaykum. Biz yana go'zallik dasturidamiz. Bilamizki, hozir kosmetologga borish bu zamon talabi bo'lib qoldi. Ko'pchilik muolajalarga, ya'ni inyeksiyalardan foydalanishni afzalroq ko'radi va bu oson deb o'ylashadi. Lekin aynan bizning buvijonlarimiz va onajonlarimiz davrida kosmetolog, ya'ni faqatgina tashqi parvarishga yengil niqoblar bilan samarali natijaga erishgan. Shuning uchun agarda imkoningiz bo'lmasa yoki vaqtingiz bo'lmasa kosmetologga borishga bemalol uy sharoitida ham foydali niqoblarni tayyorlab o'zingizga qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, tashqi parvarish bilan birgalikda ichki parvarishni ham unutmang. Chunki bu bir-biriga juda ham bog'liqdir. Ozayotgan qizlarimizga esa albatta tashqi parvarishni qo'llashni muhimligi haqida eslatib o'tmoqchiman. Chunki teringizga foydali oziqa tashqaridan ham muhimdir. Buni osilmasdan ozishga, ajinlar tushmasligi uchun va yosh ko'rinishingiz uchun. Bugungi tayyorlaydigan niqobimiz oddiy mahsulotlardan, hammani uyda topiladigan mahsulotlardan tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bir osh qoshiq suli yormasi kerak, ya'ni ovsyanka, uni maydalagan holda juda ham mayda un holatiga keltirmaysiz. Bizga tuxumning sarig'i kerak bo'ladi. Bilib qo'yingki, tuxumning sarig'ida juda ham ko'p vitaminlar bor. Ular aynan yuz parvarishi uchun qo'llasangiz foydali bo'ladi. 3 osh qoshiq sut kerak bo'ladi va yog'dan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Men zaytun yog'idan foydalandim. Boshqa yog'lar ham juda ham foydali. Bodom yog'i bo'lishi mumkin, uzumni danagini yog'i bo'lishi mumkin. Mana shunday foydali yog'lardan albatta foydalaning. Hozir birinchi qiladigan ishimiz bir osh qoshiq suli yormasiga 3 osh qoshiq issiq sutni qo'shamiz. Endi bir muddatga ustini yopib qo'yamiz. Suli yormasi yumshab, bo'tqa holatiga kelguncha. Mana ovsyankamiz yumshab, bo'tqa holatiga keldi. Endi bunga bitta tuxumni sarig'ini qo'shamiz. Bu juda ham qizlar zo'r niqob bo'ladi. Aynan yuzingizni namlantiruvchi niqob hisoblanadi. Va bunga bir choy qoshiq o'sha men aytgan foydali yog'lardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bir choy qoshiq zaytun yog'i soldik.